Hammaga salom bo'ldi. Streamos kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda ozgina xo'rishlar bor. Mayli, hech qisi yo'q. Bugungi videomizda men sizlarga o'zim va'da berib qo'ygan va sizlar kutgan onlarga yetib keldik. Chunki men o'tgan safargi videolarimda faqat sichqonchalarni obzor qildim, lekin bugun bolalar mix daraja bo'ladi. Chunki men sizlarga ham klaviaturani, ham sichqonchani obzorini ko'rsataman. Agar shu video sizlarga yoqadigan bo'lsa va sichqoncha sizlarga yoqadigan va klaviaturamiz sizlarga yoqadigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish uchun va like bo'lishni unutmanglar. Demak bo'lmasa, let's go. Hammaga salom bo'ldi. Streamos kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz demak qanaqa temada va qanaqa usulda bo'lishini bilasizlar. Bugungi videomiz demak bolalar ancha vaqtda va sizlar menga kommentariyaga yozinglar. Okajon, iltimos sizga bitta klaviaturaning normalisidan deysizlar. Xo'p, dedim kommentarlarni o'qidim va bolalar sizlar demak eshitgan holda o'zimga klaviatura sotib oldim. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu klaviaturamiz bolalar T-Wolf TF330 deb ataladi. Va men buni bolalar uzun markadan xarid qildim. Qayerda olganim va qaysi sotuvchidan sotib olganim hammasi bolalar videoning opisiyatsida bo'ladi. O'sha yerdan o'tib, agar sizga yoqsa, agar o'z xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak bo'lmasa, bu klaviaturamizni men уже ichini ochganman bolalar. Ichida o'zini demak narsachalar bo'ladi. Buni ochib demak taxlasangiz bo'ladi. Muammo emas. Bizga eng qizig'i bolalar klaviatura qanaqa bo'ladi va qanday usulda ishlaydi, u foydalimi yoki foydasizmi yoki oddiy klaviaturaga o'xshaydimi? Demak bo'lmasa, men o'zim aytsam, kechqurun video olaman, shuning uchun spechka bilan qilyapman bolalar. Xo'p, demak bo'lmasa klaviaturamizda demak buni sizlarga ko'rsataman bolalar. Mana bizning demak klaviaturamiz ko'ryapsizlar bolalar. Bilaman, hozir ko'rasizlar, qaranglar. Demak bu klaviaturamiz bolalar mexanicheskiy ozgina, mexanicheskiy nimalari bor. Narxi juda ham bolalar arzon, mana bu blogerlar bor, arzon narxda deydi, $500 qo'yadi, arzon narxda deydi, $300 qo'yadi-yu. Mana bu klaviatura bor, bilasizlar ham qancha turadi? $15-10 turadi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana bu narsa arzon-da, mana bu narsa arzon. Ko'plar $20 bo'lishi mumkin. Lekin mana bu blogerlarni ko'rdim o'tgan safar video qilishda, demak qanaqadir bitta narsani obzor qilishda, o'sha video bir kirib ko'rdim. Baytda u reально $20 narsa, mana bu narsa arzon hisoblanadi. Xo'p, demak mana ko'ryapmiz. Mana bu joyda demak biza USB ni ko'ryapmiz. Bluetooth degan joyi qayerda? Chunki meni kontentim ko'pincha telefonlar bilan bog'liq va men klaviaturalarni ko'pisini telefon bilan o'ynayman-da. Xavotirlanmang, videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga hammasini o'rgataman. Chunki bu videoni men shunchaki oddiy obzor uchun qilmayman, bilasizlar. Vot, boshdan oxirigacha o'rgataman, boshdan oxirigacha ko'rsataman. Demak, mana bu klaviaturamiz va bolalar $10 ga bitta klaviatura emas, sizlarga mexanicheskiy. Va yana bitta narsa bor. Bu demak mana shu demak korobkasining ichida ko'rishingiz mumkin, ichida sichqonchasi ham bor. Va mana bu sichqoncha bolalar, bu sichqoncha bilan men to'g'risi ham ko'p vaqt o'ynadim. Dizayni bolalar вообще chotki, juda ham to'g'ri yaxshi qilingan. Mana bu sichqonchadan ko'ra ancha yaxshi, chunki bu nima desam, plastikami, plastmassami bu? Bu esa bo'la alyuminiymi nima deyiladi? Shunaqa. Короче, bu nima desam ekan? Ustki tomoni, tepa qismi baribir bundan ko'ra jo'stkoroq. Bu esa ozgina slabroq. Bu narxi yarmidan keladi bu narsani. Mana shu bitta sichqoncha, mana shu klaviatura yarmidan keladi. Xo'p, demak narxida endi. Xo'p, demak bu narsa bilan ulashimiz kerak bo'ladi. Ulash uchun bizda demak ikkita USB bor ekan. Bluetooth yo'q buni ham. Qaranglar, Bluetooth yo'q buni. Bluetooth ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Nima qilamiz endi? Bizga endi bitta zo'r narsa kerak bo'ladi. Meni telefonim bilasizlar, demak iPhone emas yoki bironta nima desam ekan, Type-C telefon emas, meniki oddiy USB-li, mikro nima desam ekan, USB-li telefonda, короче. Hozir men sizlarga ko'rsataman bo'lmasa. Demak, nima demoqchiman? Mana bu telefonlarda ko'p kishiga masalan Type-C bo'ladi va bu yerda demak ulab telefonga zarar qo'yishi mumkin. Qisqasi mana bu joyi bilmayman nima deb ataladi. Qisqasi ba'zi telefonlar mana shu joyi Type-C bo'ladi va ba'zi joylarda mikro bo'ladi. Mikro Type-C shunday. Nomini bilmayman to'g'ri. Mayli, farqi yo'q. Qarorchi menda mana shu narsa Type-C emas bo'ladi. Bu menda oddiy telefon. Ko'p kishilar masalan shunaqa telefon bo'lishi mumkin. Hali ham masalan Android ishlatadiganlar bor. O'shalardan biriman masalan Android yaxshi ko'radiganlar bor. Xo'p, demak bo'lmasa buni qanday ulashimiz mumkin bolalar? Biz telefonimizga buni masalan olib berga tiqib to'g'rimi? Ulab bo'lmaydi. Shuning uchun bizga demak qo'shimcha yordamchilar kerak bo'ladi. Bu yordamchilar nomi o'zbek tilida bilmayman nima deyiladi. Короче, переходник kerak bo'ladi. Mana bunaqa переходникlar bor. Bu ham USB-li. Qanaqa qilib buni telefonga tiqish mumkin? Nima qilasiz, brat? Boshida qotirib deyish mumkin. Xo'p. Qaranglar, bu yerda demak bir qancha joylari bor. Mana bu ikkita joyini bor. Mana bu ikkita demak USB tiqadigan joyini. Mana buni mana berib tiqib qo'yamiz hozir. Ikkalasini ulaymiz hozir mana buni. Keyin bu telefonga ulashimiz kerak, lekin buni
qanday qilib telefonga ulaymiz? Video ozgina joy ko'rindi. Xo'p. Keyinchalik esa bizga mana bunaqa переходник kerak bo'ladi. Bu demak, mana bu переходникni ikkisini ulaymiz va buni telefonga ulaymiz bolalar. Va buni klaviatura hammasini ulaymiz va hammasi ishlaydi. Yo'q, hali ishlamaydi bolalar. Hali muammolar juda ham ko'p. Keyin demak bo'lmasa hammasini ulab chiqaman va sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Ha aytgancha bolalar, bitta narsani demak aytish esdan chiqdi. Mana bu olgan переходник bolalar bu ikkitalik bo'ladi. Kimgadir masalan agar shunaqa kerak bo'lsa, agar buni ham opисаниясini uzun market olganman, buni ham opисаниясini demak qoldiraman. Nimada? Oy, ссылкасini opисанияda qoldiraman. Xo'p, demak qaranglar, bu demak ikkitalik bo'ladi. Buni ham Type C qilib ishlatsa bo'ladi. Bunaqa Type C bilan. Keyin mikro qilib ishlatsa bo'ladi. Mikro Android uchun. Mana shunday. Men Android ulayman, hozir demak mana ulaymiz va hammasini ulab ko'rsataman. Bitta qo'l bilan ulayapman videoni, juda ham noqulay. Hozir demak ulab, keyin videoni o'sha joydan qo'yaman. Va ko'rishingiz mumkin, mana men hammasini uladim bolalar. Mana переходникka demak ulangan hammasi. Mana ulangan, da, ozgina chiqib o'tiradi, lekin ulangan bolalar mana. Buni ham demak mana bu nima deydi, переходникimizni demak ulab chiqdim bunga. Lekin bolalar klaviaturamiz ishlamayapti. Mana bosyapman. RGB'larim yonmayapti. Nima gap? Mayli. Qaranglar, ishlamasligi sababi bu muammo telefonda bo'ladi. Ba'zi bir telefonlarda OTG degan narsa ishlamaydi. Lekin buni bir yechim bor va mana shu narsalarning yechimini masalan ba'zi kompaniyalar mana shu narsani oldini olish uchun yashirin joy qilib qo'yishgan. Mana shu narsani ishlash uchun, demak, kompyuterdan masalan telefonga narsani o'tkazish uchun yoki flashkaga переходник o'tkazish uchun kompaniyalar shu narsa qilishgan. Bu narsa OTG degan narsa hamma telefonlarda bo'ladi. Ko'p joylar ko'p kishi aytdiki, OTG degan narsa mana bu narsa OTG kabel deyiladi va mana shu ulangan paytda ba'zi telefonlarda mana shu переходникlar sichqonchalar ishlamaydi deyishadi. Lekin bitta yo'li bor bolalar. Mana bu har bitta Android telefonda bo'ladi, iPhone'da bilmasam, lekin mana masalan Android telefonda bo'ladi hozir demak. Razblokировать qilamiz, qaranglar. Mana bu telefonim. Demak, telefon ochib olamiz. Demak, bu esa sizlarga zapis ekrani qilaman, qulayroq bo'lishi uchun. Demak, zapis demak yo'qoldi bolalar. Bu ham zapis ekranda keladi, ham ekran ichida bo'ladi. Xo'p. Demak, qarashingiz mumkin. Mana uni qo'yamiz berib. Xo'p, keyin настройка degan joyga kiramiz bunday qilib. Настройка joyi o'tgandan keyin mana telefonlaringiz bo'ladi. Telefonlaringizga mana bu поиск настроек degan joyi bo'ladi. Mana shu to'xtanglar. Keyin bu yerda rejim разработчика degan joyi bor. Bu narsa sizlarga kerakmi bilmayman. Короче, keyin mana bu yerda versiya Android degan narsa bo'ladi. Mana buni 7 marta yo'q, buni emas. Короче. Keyin bu yerda mana последний model da. Mana bu yerda versiya MIUI degan narsa bo'ladi. Mana bu yerda versiya MIUI degan narsa mana 7 marta bosasizlar va keyin esa 7 marta bosgandan keyin sizlar разработчик bo'lasizlar. Xo'p. Men ham bunaqa narsa qilib o'tirmayman. Prosta endi ba'zilarga bu narsa chiqmasligi mumkin va oldin endi ko'rsatib qo'yaman. Keyin bu yerda endi sizlar nima yozishingiz kerak? Bu yerda sizlar OTG deb yozasizlar bolalar. OTG yozgandan keyin mana bu yerda уже chiqadi sizlarga. Har bitta telefonga chiqadi. Mana bu ikkinchi telefon kamera ushlab o'tiraman. Bu вообще Android pas, lekin bunga ham chiqdi. Короче, OTG настройкani bosasizlar va mana bu yerda OTG deb chiqadi. Mana shuni ulaysizlar bolalar va ko'ryapsizlarmi? Birdaniga klaviaturamiz ulandi bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Mana buni bosib o'chadi podсветкасы. Sichqoncha ishladi. Endi qaranglar, sichqoncha ishladimi, ishlamadi yo shunchaki rangi yondimi deysizlar, yo'q. Sichqoncha olamiz va ko'ryapsizlarmi bolalar? Ko'ryapsizlarmi, hammasi ishlaydi. Mana bosamiz sizlar bilan. Mana bosamiz. Ko'ramiz va hammasi ishlaydi bolalar. Demak, bo'lmasa sizlar bilan serverga qayta buni kirib ko'ramiz va o'ynab ko'ramiz. Biz demak Minecraft'imizga kirdik. Mana ko'rishimiz mumkin bugun. Demak, biz sizlar bilan Collapse serverda yana o'ynaymiz. Demak, menda hammasi ulangan. Demak, telefonim bo'shlagicha bor. Endi klaviaturamiz o'chib qolibdi-yu. Emas, o'zim spesial o'chirib qo'ydim mana. RGB knopkalar hammasi ishlaydi bolalar. Demak, tunda demak mana shunaqa yorug', juda ham chiroyli bo'lib ko'rinadi. Demak, Minecraftda demak sizlar bilan hozir yurib ko'ramiz va yurib ko'rib bo'ladimi, yo'qmi? Demak, sinab ko'ramiz sizlar bilan. Mana demak, bu yerda Keysrockets degan narsa ulaganman. Bu narsani obzorni keyingi nasib bo'lsa keyingi videomizda qilamiz bolalar. Mana hammasi yaxshi ishlaydi. Demak, sizlarga oson bo'lishi uchun, men demak qulay bo'lishi uchun men bo'lmasa ekran zapisni ham yondiraman. Mana demak, ekran boshlaymiz. O'ylaymanki, hammasi yaxshi ketyapti mana. KPS demak bu yerda endi mushkani zo'rini olsangiz bo'ladi. Bu yerda KPS bola bu sichqoncha 10 KPS bola butterfly urayapman. Butterfly qilish shunaqa oson, bilasizlarmi? Ovozlari chiqyapti-yu, mana shunaqa o'zi 480 ovoz chiqadigan sichqonchalarni yomon yaxshi ko'raman. Ko'p ba'zi sichqonchalar ovoz chiqmaydi. Endi menga masalan shunaqa sichqoncha yoqadi. Hop, bo'lmasa sizlar bilan bironta demak Fireball file yoki bironta rejimdan kirib ko'ramiz. Kelinglar.
Bu yerda PvP rejimda ham bor. FPS-larimiz hammasini ko'ryapsizlar bo'ldi. Mana FPS. Spawnda bo'ldi. Menda FPS juda ham past bo'ladi. Salom brat qilaysiz. Xo'p, demak bu yerda build PvP bor ekan. Menga to'g'risi mana shunaqa rejim yoqadi. Demak FPS bo'ldi, zo'r ishlaydi hammasi. Mana klaviatura ishlaydi. Mana tepadan ko'rsatadi bo'ladi. Mana keystroke deb ularga qo'yganman. Mana bosyapman, hammasi ishlaydi bo'ladi, chotga ishlaydi. Xo'p, demak bo'lmasa, biroq kishi yo'q, bratimiz qansiz, brat, so'z brat to'p bo'laylik. Uzoqdan turib o'ynayapman. Ozgina nima, noqlayroq ekan bo'ldi uzoqdan turib o'ynash. Nimagadir biratimizni uch ko'rmayman brat. Qansiz? Yo, bro, hech kim yo'q bu yerda bo'la. Biroq bir sentrga ustimga sakrab kelsa edi, mayli edi, lekin hech kimni ko'rmayman, brat. Yoshini bo'lganlarni nimada? Mana serverda 2 kishi deyapti, lekin yo'q, server emas, endi merda 2 kishi deyapti, lekin hech kim ko'rmayman. Mana bu tomonda biron bir kishini ko'rganday bo'ldim. Mana bu tomonda yo'q, hech kim yo'q. To'xtangchi, rostdan ham hech kim yo'q ekan u. Qani sizlar, bolalar, nimalarmi, yiqildilarmi yo yiqildilarmi? Yo, yiqildilar. Da, bu sichqoncha demak qulayligi shundaki, bolalar juda ham oson sichqoncha, demak, Battlefield'lar o'ynasa bo'ladi. Xo'p, demak, bo'lmasa sizlar bilan o'z qilamiz da. Keyin qaranglar, bu sichqoncha sotib olgan paytlaringizda bunda demak, mana bunaqa nastroyka qilish shart emas. Ko'p narsalar o'zi nastroyka qilingan bo'ladi. Mana bunaqa, masalan, mana bu yerda o'zimda polniy klaviatura o'tirmabdi. Bu yerda ODS o'rnatilgan, chunki qulaydi, shunday. Bu bunaqa klaviatura ulagandan keyin har xil narsalar qilish kerak emas. O'yin darrov tugadi, to'xtanglar. Brat, qayerga ketdilar? Tushunmadim. O'sha tipa yutqazdilar. O'ylaganim yo'q, brat, qansiz. Endi ko'rsatmoqchi edim. Da. Keyin bu klaviaturada bolalar ozgina ko'p, juda ham ko'proq qulayliklar bor. Masalan, o'tgan safarga demak, biz sichqoncha olgandik, 150 minglik, 140 minglik bor-ku. Bluetooth bilan ishlaydigan. Unda mana bunaqa ba'zi bir knopkalar yo'q edi. Masalan, bunda F1 ishlatib bo'lmaydi va bu klaviaturada demak, zoom degan narsa bor. Demak, center va banner bo'lsangiz agar, xuddi kompyuter rejimlariga o'xshab, Javaga o'xshab zoom degan narsa qo'shilgan bo'ladi. Mana shu narsani ham ular bo'lsalarda bo'ladi. Faqat bu klaviaturada bor. Endi yuzabili barcha klaviaturalar bor bo'ladi. Oddiy Bluetooth bilan ishlaydiganlarda bunaqa narsa qilsa bo'lmaydi. Faqat shularda bor. Okey, bo'lmasa demak, bironta rejimga kirib o'ynamoqchiman-da. Bir qaysi rejimga kirsak bo'lar ekan? Fireball fight, kiringlar, fireball fight. Bo'lmasa kelinglar bitta PvP kirib ko'ramiz unda. Demak, PvPga ham bir sinab ko'ramiz sichqonchamizni. Men nasib bo'lsa Razer degan bitta sichqoncha olmoqchiman bo'lib, Razer degan sichqoncha bor ekan bo'lib, yana yer tagiga kirib ketdim. Men qanaqa qilib chiqsam, yer tagidan ulg'ay, demak, turdim bo'lib. Mana bu yerda bratlar bor ekanlar, brat yo'q, bular kompyuter o'ynaydigan bratlar ekanda, yo'q, kuchayib ketgan bratlar. Harakatlarimiz o'z bratni yo'q, bu yerga tushga qo'ymayapti mana. Harakatlarimiz o'z bratni va bitta o'zi o'ylamam, bilasizlar. Bratdan trolling qildilar. Bilan Fireball Fight rejimga kirdik. O'ylaymanki bu yerda osonroq bo'ladi o'ynash. Blok qo'yishdan qaranglar, buni juda ham tez qo'yapman. To'g'risi klaviatura bilan, oddiy klaviatura bilan o'ynagan paytimda bunaqa narsalarni qo'ya olmagandim. Bu klaviatura bizga juda ham katta yordam beryapti. Hozir ham bo'lsa sakrab olamiz. Let's go guys. Hop, yo, brat yiqilib tushdi, mayli, hech qilsa, demak bizga yaxshilik bo'ladi. Hop, demak biz tezroq yetib olamiz. Yo, blok qilish. Bratimizni bazalarga yaqin qo'yapti bo'ldi. Bazalarga sekinlik bilan boryapmiz. Tinchchan qo'yamiz. Hello bro, qalaysiz? Bratimizni hozir harakatlanamiz. Yo, ehtiyotlanamiz. Qansiz brat, qansiz. Yo, boshim aylanib ketyapti bo'ldi. Okey. Bular ekan u. Men o'ylaymanki, faqat men bitta shu o'yinda o'ynamayman, boshqasida o'ynamayman. O'ynamasam kerak lekin bo'ldi. Faqat mana shu rejimda o'ynab bilsam kerak, boshqalarda o'ynamasam kerak. Biz g'alaba qozonamiz. Ko'ryapsizlarmi? Bitta o'ynayman, bo'ldi. Birinchi urinishda g'alaba qozonamiz-da biz shunaqa. Okey, yana bir marta o'ynashga harakat qilamiz, yana biron kishi to'xtay. Yana bitta o'yin demak boshlanyapti. Let's go. Bo'lmasa nima deb o'ylaysiz? Shu o'yinda g'alaba qozonaman. Bunaqa klaviatura o'ynagandan keyin g'alaba qozonasizlar bo'ldi. Bu klaviatura sizlarga ham motivatsiya beradi, ham o'zlaringizga demak, nima desam ekan, ichki xotirjamlik, ichki kuch degan narsani his qilasizlar bo'ldi. Demak, let's go. Va knopkalar masalan o'zilmaydi bo'ldi, mana bosyapman. To'g'ri aytsam, o'z bilasan, bloklarni men o'zim Q harfi bilan qo'yapman bo'ldi. Chunki mana telefonda bug bor, bu eski Androidda shunday bo'ladi. Androidlar 11 dan past bo'ldiki, sizlarga masalan knopkani chetga qilsa ishlamaydi. Lekin agar sizlarda nima bo'lsa agar, nima desam ekan, Android 11 bo'lsa agar, hammasi sizlarda ishlaydi. Bitta knopka ishlaydi, lekin nima desam ekan, klaviaturamiz sichqonchani mana shu ulab o'ynashni tavsiya beramanmi? Albatta beraman bolalar. Mana o'tgan safargi videolarimda aytdim sizlarga, olish olmaslik o'zlaringiz bilasizlar dedim, lekin buni bolalar albatta demak tavsiya beraman sizlarga. Chunki bu narsa orqali sizlar demak o'zlaringiz demak Minecraft'da qulay qilasizlar. Har xil masalan F1, F1 mana shu narsa ulashlaringiz mumkin bo'ladi. Bu har bir narsada ham bo'lmaydi. O'shanga
demak tavsiya beraman bo'ldi. Agar shunaqa kerak bo'lsa, opisiyada bo'ladi bo'ladi. Hammaga demak rahmat video uchun. Nasib bo'lsa keyingi videolarimizda sizlarni uchraymiz demak. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar bolalar. Hammaga xayr.